Ular. Yo'lingda ham eplab yura olmayapsanmi o'zi? Senga hali gapirishga ruxsat berilgani yo'q. Ketdim. Obbo, yana qanaqa kino ko'rdik ekan bu? Bilmadim. Nima bo'lsa ham oxir baxayr bo'lsin deb. Qaraydi. O'g'il bola chiroyli bo'lsa, yonida bitta xunuk o'rtog'i bo'lishi kerak ekan. Shu gap rostmi? Ha? Mana men sana olib beraman. Da, to'g'ri. Mana ikkovinglarni ham olib yuraman. Ketdi dars boshlandi. Kiramizmi? Kirish kerak. Bo'pti, yurchi. Rahmatjon. Ustoz, lattani ho'llab keling. Bugun vaqtingiz bormi? Nimaga? Survotdan. Sen bilan darsdan keyin gaplashamiz. Shirin latta qani? Hozir kelyapti. Assalomu alaykum ustoz. Kirsam mayli? Kir o'tir. Hamma gap o'zingda ekan-ku. Bitta tiqib olmaysanmi? Yo'q, shunaqa ekanmi? Chiqsam, bitta qiz bilan turibdi gaplashib, xiringlashib, nimamush? Vaqting bormi, uchrashamizmi? Sanchisan, nima? Oldiga tushib olib likillab ketishing shartmi? O'shda tursang bo'lmaydimi? Nima deyapti, nima qo'yapti, nima qilyapti? Ko'rinib turibdi-yu. Siz rashkingiz keltiramadi. O'rtog'ingizga suykanyapti. U boshqalar bilan gaplashganda meni rashk qiladi deb o'ylayapti. Buni tushunmayapti. Men prosta unga bo'lgan sevgimni yo'qota olmay xolos. Nima qilyapsan? To'miy joydami? Sen o'zing nima qilyapsan? Meni rashkimni keltiraman deb o'rtog'imga suykalyapsan-ku. Sen kimsan? Men sen rashkini keltirishga harakat qiladigan. Qaytib yonib